Ushbu video o'rangan muslima qizlarimiz uchun nimagaligini video oxirida aytaman. Obunachilarimiz ko'paygani sayin Koreyadagi shifoxona turli xil salonlardan takliflar bo'lmoqda. Bu safargi taklif Koreyaning qoq biqini Seul-Yok bekati shundoq yonbag'rida joylashgan Junior Hair salonidir. Men bu yerda jingalak, dag'al, sim sochlardan qutulish maqsadida mejik qilishni tanladim, ya'ni keratin. Sochlarni birinchilab yaxshilab yuvib, tomog'ini ham ho'llab olib, soch operatsiyasini boshladik. Sochlarni azgila kaltalab, ustimga salafan kiygizib, keyin kepka, keyin yana boshimga salafan paketam o'rashdi. Va meni shu apparatga topshirishdi. Undan keyin Do'mboq opaxon kelib, nimadirni surkashni boshladi. Semiz bo'lsa-da. Buni nimaligini o'zim ham bilmadim, lekin o'zimni kalyanxonadagidek his qildim. Gemoya yedira, sochni qarang mayilligini deb tursam, hali tugamadi deb mejik, ya'ni utokda sochni silliqlashni boshlashdi. Begudi nimaga kerak? Antoshka, paydim kapayt karton. 4-marta sochimni yuvib bo'lib va men kutgan masaj. Noto'g'ri xayolga bormaymiz, shakaratlar faqat boshda masaj qiladi xolos. Eng asosiysi Koreyadagi hijobli o'rangan muslima qizlarimiz uchun ushbu junior saloni shunday sharoit qilibdiki, nomahramlarning ko'zi tushmasligi uchun alohida xonalar. Bitta xonaning ichida eshikni yopib, soch olish, quritish, yuvish, xullas hamma shart-sharoiti bor va albatta qiz bola stilistlar tomonidan sizga xizmat ko'rsatishadi. Manzil Seul Stationning o'ng tomoni ushbu binoning ro'parasi. Xoh ingliz, xoh koreys tillarida ushbu opani Instagramiga xoh o'g'il, xoh qiz bemalol yozsanglar bo'ladi. Ushbu videoni Koreyadagi muslima qizlarimiz yoki sochi dag'al, jingalak do'stingizga jo'natib qo'yishni unutmang. Окей, bitch, цветы закручиваю в резел, раны 24.